Xo'p do'stlar, hammaga assalomu alaykum. O'zi ko'pincha rezultat boshqa hammaday qo'yishni yoqtirmayman, lekin ko'p kishi so'ragani uchun realniy primer sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Ishlab bo'ladimi tradingdan degan savollar juda ham ko'p. O'sha uchun birda guruhimiz, ya'ni kompaniya a'zosi haqida sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mana Lazizbek. Hammaga salom. Xo'p, bu kishi ham trader, professional trader. Oldimizda 1 yildan beri trading bilan shug'ullanadi. Sir asrorlarni o'rganib keladi. Hozirgi kunda ko'plab shotlarni boshqaradi va o'sha bizga sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim mana $20 ming shoti hisobi. Bu hisobdan $4 ming ishlab topgan bir oyda va ana $3200 bu ya'ni chiqarib olingan pul. Bu bir oylik natija, o'rtoqlar. O'zidan eshitamiz. Qanaqa trading haqida fikri, nima, qanaqa savdo qiladi, nima qiyinchiliklari bo'lgan o'zida tradingni boshlaganda va shug'ullanayotgan vaqtda. Xo'p, trading sohasiga kirib kelganda mana почти 1 yildan bo'ldi. 1 yil davomida qiyinchiliklar, o'sha mehnat ortidan mana o'zi realniy pribildamiz. Boshlash uchun главный motivatsiya o'zingizga ishonishingiz kerak va ko'p ishlashingiz kerak. Normalniy o'zi dahot pribilni ishlashingiz mumkin. 1 oylik. Bu normalniy. Yana oldindan ko'p bo'ladi. Xo'p do'stlar, bu faqatgina $20 ming shot. Bu yerda siz $2 million gacha mablag' boshqarishingiz mumkin va bu Lazizjonning ya'ni birta shoti xolos. O'sha uchun o'zingizda bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savollarni olib tashlashingiz kerak, chunki realniy agar любой sferadan mehnat qilsangiz, o'zingiz ustida ishlasangiz va sabr qilsangiz, любой joyda rezultat bo'ladi. Lekin bilib qo'yinglar, tradingga kirib, srazi million dollarlar ishlayman deb qanaqadir pullarni xoy havasidan ortidan yugurib kelganlar faqat bu yerda pul yo'qotadi. Sabrning ortidan mana shunaqa daromad qilib, tем более ko'p ham vaqtini sarflamaydi. O'zining ishlarini qilib, kelib, savdo qilib, mana foyda bilan yuribdi do'stlar.